chiqyapti. Men hozir ochib ko'ray sekin bilan. Tak, sekin buncha ko'p bular. Yigitlar, yop, yop. Datura tezlar. Ular tomon ko'payib ketadi. Biz bu yerda ketishimiz kerak menimcha. Bular yaqinda uyni bizni oldimizga kirishi mumkin. Shunaqa bo'lsa ham nima qilishimiz kerak? Darmon qanchalik bilmayman ularni ko'pligini bilish kerak. Qaror yigitlar, menda bitta zo'r reja bor. Biz yerni tagidan ulardan qochib ketamiz. Faqat men o'zimni unga kirib olishim kerak sekinlik bilan. Faqat yaxshilab bo'ldi, mashina chiqsam bo'ldi. Sekinlik bilan. Qurollar ham bor birikda, shularni o'ylab faqat birikda ko'p emas. Tak, men buni olib ketaman, yigitlar. Xo'sh. Tak. Zombi apokalipsis boshlangan ular ketishyapti nimadir o'zidan o'zi hujum ham qilishyapti va boshqa bo'lishgan yo'rg'ida ular yonyapti. Qandaydir g'alati zombilar. Va men hozir o'zimga hamma qo'limda bor narsani olishim kerak. Menga qilichlar kerak bo'ladi. Tak, xo'sh, tak, bular hammasi kerak bo'ladi menga. Tak, o'g'il kerak bo'lishi mumkin, fakir kerak bo'lishi mumkin, narx kerak bo'lishi mumkin, hatto menga. Tak, xo'p, biz ovqatlar qo'ymaydi, telefon kerak bo'lsa qo'yaman. Menga bu yerda sirli sandig'im bor. O'sha sirli sandig'imda 1-2 ta qurol bor, lekin ko'p emas. Buncha zombini o'ldirishga yetmaydi. Lekin 1-2 ta qurolim bor, shularni amalga oshiramiz. Mana shu va mana bu bunday qurolni o'qiladi, bunday qurol yo'qoladi hozir. Xo'sh, tak. Endi biz bir chetga gapirsak bo'lar. Bilmayman qanday zombi bor, juda ko'p zombilar, ular tugamayapti, juda ko'payib ketyapti. Biz jitlar bilan qochishni reja qildik. Xo'p, nima bilan qochish kerak? Menga tikka, lapata, tak, va menga pichoqim kerak bo'lib qoladi. Qurolni ko'rsatmaymiz, tak, bular beqoqamiz. Buni xohlab ishlatamiz, buni bu yoqqa naron kerak bo'lib qoladi, fakir ham kerak bo'lib qoladi, bo'ldi. Men tayyorman. Faqat sekin jitlarni oldiga kirib olsam bo'ldi. Tak, buni kirishlar bularni ular judayam ko'p. Hali bu yoqda mashaqqat qasirlarni ishlab bo'rini ko'ribsan bo'lar. Yig'ilish o'rnida ular juda ko'p bor ekan. Vazirlar oldiga sekin kerak. Oxir yo'g'on tak. Jitlar men keldim, jitlar. Alo, jitlar. Ila. Sekin zombilar men kelgan safar jitlar. Biz qachon chiqamiz, bunday qilib jitlar ketdi. Biz juda ko'p vaqt qolgan oldi. Bo'sh faqat qayerdan qolishimizni reja qilishimiz kerak. Davay. Xullas jitlar, biz tuz chiqdik rejani ma'qullash bilan jitlar. Men texnikaga rastlashga kastam chiqamiz. Bu yerdan qazishimcha xatoga bo'lib, shu yerdan hozir qazaman. Baba, shu yerdan qazaman ma'qul. Uni qazishimiz qazishga sanchitra qo'yib, tak. Xo'sh, tak. Faqat chuqurni juda ham chuqurroq qilish kerak. Mana bu xatosh qildik deb o'ylayman, tak. Jitlar, men chuqurni mana shuncha blok chuqurlikda qazaman, sakkichroq o'tirib jitlar pastga tush. Jitlar sekin pastga tush boshlaylar. Mana bu yerni ochishim kerak bo'ldi. Jitlar, tayinli ichiga qazib ketish kerak. Tak, hammasi qilishim xo'sh. Ovoz chiqaramiz jitlar. Ovoz vaqti chiqarish kerak emas. Ovoz chiqarish juda xato ish bu yerda hozir. Tak, zombilar eshitib qolish kerak emas. Chunki ular qandaydir g'ayrioddiy aqlli zombilar. Sababi bo'ladi. Yo'q. Chunki ular yonmayapti, bola. Bu g'alati Minecraft logikasiga to'g'ri kelmaydi. Zombilar yo'q g'alati. Jitlar, men yaxshilab qazib sizlarni yo'q, yana bitta chuqurlikda qazish kerak ekan. Xo'sh, yo'q hozir bola shunga qiynalib nima qilishni bilmayapman. Mana shu chuqurlikda qazamiz. Tepamiz to'la zombilar. Nima nechta zombilar bor ekan juda ko'p. Shuning uchun chuqurlik fakir bo'laman. Jitlar, menda bitta fakir bor. Faqat shunday qilib yorug'likni o'zi qazib bo'lgandan sizlarni chaqiraman. Faqat sekin yurishni boshlashlarga sekin ketmay kelaveradi.
Agar siz hozir meni kanalga obuna bo'lsangiz, men obunachilarimni yoki muhtoj bo'lgan odamlar uchun har bitta obunachi uchun 50 so'mdan beraman. Ya'ni bu degani 100 obunachi 5000 so'm, 1000 obunachi 50 ming so'm. Mana Telegramda bilan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda fokus qilib, pulni aynan kimga berishingizni aytib bu degani obuna bo'ling va o'zingiz voqelik yoki marhamat Xo'sh, tak. Ancha qilgan salomimcha, xo'sh. Siqilishma. Baqir-chaqir chiqmanglar, nega orqamga kelibdilar? Ular zerikib olasizlarmi? Qanday chuqur bo'la. Böyle şey yok. İyi umuzumuzlar ku. Da bunu anaqa yashab qo'yganda senga bo'lsa. Da esayin, bularni olib ketish kerak. Da to'g'ri desam. Bularni olib ketish kerak. Tak. Bo'ldi. Ufaqli vaqtimda kerak. Yaxshi, tak. Mana Marmon вообще kerak emas. Bu yerda hozir Marmonni bolamiz bizga ko'pladimiz. Yo'lga qo'yish kerak bo'ldi. Tak, yigitlar, men qasd o'yladim. Sizlar o'zi chiqmay narsalarni qora olmasin. Tak, yo'q to'shakan, let's go. Bu endigina shaxtamiz bor, eski shaxtamiz shuni oldiga o'tyapmiz. Endigina yigitlar, shuncha o'ch chiqadilar, hali ancha qilishimiz kerak. Qishloqdan tashqari chiqib ketsak bo'lamanlar. Zo'mlar juda ham ko'p ketyapti. Tak, sekin qizimizga bo'lasizlar, podeshka like bosib kanalga obuna bo'linglar. Biz amallar joylarga qo'yapmiz. Xo'sh, tak, xo'sh, yigitlar, oqilib kelasizlar. Kelapsiz. Yana beklarga bo'lganda birga qazirdik. To'g'ri, endi borni oldim. Boshqalarga qazishga xalaq bo'lmadi. Xolos, bu yigitlar. Bitta gap qaranglar. Yigitlar, xolos. Bu mana xatirni qo'shib tak. Yo'q, unda qilinglar. Yigitlar, o'z chiqinglar. Chiqinglar, chiqinglar. Zombie. Tak, yap. Короче, yigitlar, gapni eshitdilar. O'z chiqinglar, sizlar shu yerda o'tiring. Nimaga? Bu yerda juda ko'p zo'mlaydigan o'tiramiz. O'g'irlarga yetganda keladigan oldiga kelib o'tasangiz. Okey, mayli. Давай. Sekin tak. Xo'sh, tak. Zo'mlar juda ko'p ketdi bola. Amalab chiqasak bo'ldi. Tak, ish qilib, men qazib chiqaman, men zo'mlar bo'lmasin, ketgan hozir bo'lmasin. Ketgan sen bor. Ko'p narsa sindirib oldik, keyin to'xtalib olib, pulni narxini sindiradi. Davlat yaxshiroq bo'lmasin, ishqilib so'ng bilan men aytgan joyda men o'zim lokatsiya to'g'ri men o'ylagan joyda bo'lmasin. Shaxta yigitlarga qilib tushmasin. Shaxta hozir bizga qiziq emas, shaxtaga tushib ketsa shaxta yana zo'mlar bo'lishi mumkin. Yo'q, kerak. Yigitlar kelmanglar. O'g'il chiqarma. Tak. Xo'sh, tak. Bunday qo'yamiz, tak, qo'shimcha yana qazimiz. Zo'mlar juda ko'p, ancha bo'lib turgan chiqishga. Ketyapman, tashqariga chiqib kelayapti, lekin xato ish qilyapman. Agar yana bir marta zo'mlar sezsa, meni ular bizga hujum qilishadi. Biz qochib ketsak bo'ldi, eson-omon. Tak, unday. Mana surishtirib ko'rasan, bola kirkadan nima yaxshiroq ekan. Tak, xush bo'lsindiramiz. Tak, bizda unday ko'prik qilish kerak, yo'llarni yopish kerak. Tak, mana chiqib bo'ldik, nima kelyapti? Mana chiqib bo'ldik, bola chiqib bo'ldik. Salat bosqonini potish qilish tavsiya. Ko'mir, xo'sh, tak. Sekin ko'mirni chiqarishganda tak. Xo'sh, tak. Hop, tezroq qazingiz. Zo'mlar tak, men tashaman. Yigitlar, kelmay turinglar. Sekin tekshiraman. Xo'sh. Tak. Sekin. Zombie. Zombie oldu ekanman. Chiqib bo'lib yaxshi. Yigitlar. Hayya. Sekin kelinglar. Okey. Короче, bunu yigitlarga kelgan bo'lishdi. O'zgar sanam yigitlarga biz chiqyapmiz, ozodlikka chiqamiz. Sizlar menga qaranglar. Chiqishimizdan keyin to'g'riga qarab qochamiz, chunki zo'mbilar yaqin atrofda ekan. Iloji yo'q, qochamiz. To'sash yo'q. Iloji bo'lsa, kuchinglar bilan yuguringlar. O'yinlarni qo'llarga tez yuguringlar, yigitlar. Mayli. Da o'lib qolmaslik uchun tirik qolish hammasi. Mayli, okey. Qaranglar, yigitlar, men hozir o'zimdagi tekli qarab qaziyman, chunki bu davom etishim sababi men bu yerda tepaga eslayman bo'lsa. Yoki adashyapman. Tak.
adashayotgan bo'lsam ham bugun taksiga nasib bilan ular chiqishni boshladi. Manimcha uyga kelib qoldik sekin